ko'rmadim o'zimni. O kelinda. Unda paletga buni syomkaga tayyorlab qo'ydim-da. Ha, unimi? Assalomu alaykum, qadrdonlar. Xayrli kech barchaga. Akmaljon Ahmedov akamiz, hop, Botirjon Yo'ldoshev. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xudo xolasa tabrikdan kelyapmiz. Bitta hoji onamizni tabrikladik. Qizarib ketdi-ga. Bu qizil chiroq yondi degan-da o'sha. Sveto'fordamiz. Svetoforga yetib keldik. Shunaqa, hokimiyat ko'cha garchi. Bitta bola sigaret chekib o'tiribdi. Nota nosi yapti. Kelam. Shu bilan bir qatorda bitta prikol deb qoldi, aytib beraymi? Ayt. Yomoni keldi-da. Ayt. Qarchi, tushda oshga kirib ketayotgan ekan-da bir joyga. Oshga kirib ketayotgan ekan. Keyin oshni olib ketdi. Qani oldiga deb olishganda haligi oshni bunday o'shaysiz-ku, qo'lda oshni olayotganda u bunday qilib olaverar ekan-da. Mana barmoqni ko'tarib olaverar ekan. Bunday deb optirib yurar ekan. Meni optirib yurar ekan. Mana barmoq ko'tar. Oxir, to'xta debdi, hamma bitta tovoqdan yeyapti. Bunday qilib olsang bo'ladi-ku dedi. Nima ko'tarib olyapsan? Qo'ling kuyganmi? Ya nimadir bo'ldimi? Nimadir kesib ketdimi qo'lingda degan ekan. Haligi to'yga kirib kelayotgandik debdi. O'shanda ko'tarib qichib qoldi. O'shani qoshlab oldim mana qo'lim bilan. O'shanga u tegmasin deb buni yeyapman. Voy meni. Kimdir tushundimi hozir? Qani? Bor yo'qot ana tovoq bilan ana odamni yo'qot debdi, o'zimizga alohida tayyorladi debdi. Tovoq bilan billa uni o'tkazib qo'yibdi uni keyin. Tushayapsizlar? Hey, Sveto'chiku edi. Zakaga aytadi deyapti-yu. Zakrit ekanmi? Kattaga olmasam. Qadrdonlar, To'ylar mana bo'lyapti. albatta hammasi hazil. Prosta sizlar bilan birga bir kayfiyat ko'targim keldi. Sizlar bilan bir o'rtoqlashib, ulashgim keldi. O chekkada, u ikkinchi tash. Like bosib, obuna bo'lib qo'yamiz qadrdonlar. Yangiliklar xudo xolasa hammasini sizlar uchun qo'ldan kelgancha tayyorlaymiz. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Gap yo'q. Rahmat e'tibor uchun.